Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan fayllarni arxivlash haqida o'rganib olamiz. Demak, arxivlash o'zi nima? Demak, kompyuter ishlatayotganimizda odatda bizda turli xildagi fayllar mavjud bo'ladi. Misol uchun, ular hujjat ko'rinishida, rasmlar ko'rinishida, musiqa yoki filmlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Odatda biz turli xildagi fayllarni papkalarga joylab qo'yamiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bo'lsa, fayllarni o'zimizga qulay ko'rinishda yig'ib, joylashtirib qo'yish. Va ikkinchi xohishimiz nimadan iborat bo'ladi? Biz odatda ma'lumotlarni jo'natayotganimizda papkasi bilan Telegramdan jo'natmoqchi bo'lamiz yoki boshqa biron bir messenjerdan jo'natishga harakat qilamiz. Lekin buning iloji yo'q. Odatda messenjerlardan papkalarni jo'natib bo'lmaydi. Shu sababdan ko'pchilik fayllarni alohida ravishda jo'natishadi. Bu esa tartibsizlik keltirib chiqaradi, chunki ma'lumotlar ko'paygan sari ularni boshqarish qiyinlashadi. Shu sababdan biz papkani zip yoki rar holatga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Shu holatda ko'zlangan maqsad nimadan iborat? Birinchi navbatda siz papkani zip yoki rar holatga o'zgartirganingizdan so'ng, sizni papkangiz 10 GB joyni egallab turgan bo'lsa, zip yoki rar holatga aylantirganingizdan so'ng uning sig'imi 8 GB ga qisqarishi mumkin. Bu arxivlash, ya'ni ixchamlashtirish deyiladi. Ikkinchi ko'zlangan maqsadimiz bo'lsa, zip yoki rar holatga aylantirilgan papkani siz Telegramdan yoki boshqa messenjerlardan jo'natishingiz mumkin bo'ladi va buni ochadigan inson ichidagi barcha ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida qabul qilib oladi. Ana endi sizlar bilan zip yoki rarga aylantirish uchun mo'ljallangan WinRAR deb nomlangan dasturni kompyuterimizga o'rnatishni o'rganib olamiz. Bu WinRAR dasturini o'rnatish uchun siz Ustoz Mahmud kanalidan o'rnatuvchi faylni yuklab olishingiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Demak, faylni yuklab olamiz. Faylni yuklab olgandan so'ng kompyuterimizga bu faylni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Zapustit tugmasini bosamiz. Da tugmasini bosamiz. O'rnatish uchun install tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu dastur rar, zip va undan tashqari boshqa ko'rinishlarga aylantirib berishi mumkin. Va OK tugmasini bosamiz. Va done tugmasini bosib qo'yamiz. Demak, kompyuterimizga WinRAR dasturi muvaffaqiyatli o'rnatildi. Endi sizlar bilan ma'lumotlarni qanday qilib arxivlashni o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz bitta papka yaratib olamiz. Nomini Ustoz Mahmud qo'yishim mumkin. Demak, papka yaratib oldim. Buning ichiga bir nechta faylni joylashtirib qo'yaman. Demak, papkam bo'sh holatda. Buning ichida mana ikkita fayl bor. Ana endi Telegramga bu papkani jo'natishga urinib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, Telegramdan papkasi bilan ma'lumotlarni jo'natishning iloji yo'q. Endi WinRAR dasturini muvaffaqiyatli o'rnatib olganimizdan so'ng bu papkani zip yoki rar ko'rinishiga keltirib qo'yishim mumkin bo'ladi. Buni qanday amalga oshiramiz? Sizda oddiy papka bor va uning ichida ma'lumotlar va fayllar joylashtirilgan bo'lishi kerak. Mishkani papkani ustiga qo'yamiz va 10 tugmasini bosamiz. Sizda WinRAR dasturi o'rnatilgan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, добавить va arxiv bu belgi ko'rinib turgan bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, добавить va arxiv tugmasini bosaman. Bu yerdan rar yoki zip ko'rinishini tanlab qo'yishim kerak bo'ladi. Mana rar yoki zip ko'rinishini tanlab olaman. Yana bir eslatma, agar sizda bu WinRAR dasturi o'rnatilmagan bo'lsa, siz rar fayllarni kompyuteringizda ocha olmaysiz. Shunchaki bu fayllar sizning kompyuteringizga mos bo'lmay qolishi mumkin. Shu sababdan bu dastur o'rnatiladi. Rarni tanladim va OK tugmasini bosaman. Ko'rib turganingizdek, mana oddiy papkadan rar holatdagi papkaga o'zgartirib oldim. Ana endi buni men bemalol Telegramdan jo'natishim mumkin bo'ladi. Ichidagi barcha fayllar ham shu papkaning ichida jo'natib yuborildi. Endi bu papkani o'chirib turamiz. Mana siz internetdan yoki boshqa bir manbadan rar yoki zip fayllarni yuklab olgan bo'lsangiz, ularni oddiy papka ko'rinishiga keltirib olishni ham o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, rar holatdagi yoki zip holatdagi papkalarni yuklab olganimizdan so'ng ularni qanday qilib oddiy papka holatiga aylantirib olamiz? Mishkani zip yoki rar ko'rinishidagi faylni ustiga qo'yamiz va 10 tugmasini bosamiz. Sizda извлечь fayli degan qismi ko'rinib turgan bo'ladi. Birinchi navbatda shuni bosishingiz kerak. извлечь fayli qismini belgilab qo'yamiz va OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, zip holatdan mana oddiy papka ko'rinishiga aylantirib oldik. Buni ochadigan bo'lsak, buni ichida Ustoz Mahmud papkasi bor va ichida boya joylab qo'ygan ikkita faylimiz ham saqlab qo'yilgan. Shunday qilib sizlar bilan ma'lumotlarni arxivlashni o'rganib oldik.